Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Attestatsiya tayyorgarlik loyihamizni yana boshlaymiz. Demak, birinchi testimiz chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib YAS burchakni, ya'ni mana bu burchakni topishimiz kerak. Demak, hozir bizda bu burchagimiz. Xo'p, alfa deb belgilab olamiz. Mana shu alfani topishimiz kerak. Bu yerda B burchak bilan C burchak ham teng ekan. Ularni tengligidan foydalanamiz. Ma'lumot berilyapti. AD bilan BD teng. AD ning uzunligi BD ning uzunligiga teng. Demak, BD bilan AD tengligini bildirib qo'yamiz. BY to'g'ri chizig'imiz AD ga perpendikulyar ekan va bu yerda ma'lumot berilyapti. AY ning uzunligi YD ga teng. AY ning uzunligi YD ning uzunligiga teng. Agar bular ham teng bo'ladigan bo'lsa, u holda BD ning uzunligi AB ning uzunligiga ham teng bo'ladi. Bu ham teng bo'lib qoladi. Hop, ko'rinib turibdi, uchalasi ham teng, muntazam uchburchak bo'lib qolsa, u holda D burchagimiz 60 gradusga teng. 90 bo'ladigan bo'lsa, mana bu B ni bizda ostidagi kerak qismi 30 gradus bo'lib qoladi. Demak, bu bisektriya ekan, kerak bo'lsa tepani ham topib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda B burchakni mana bu belgilangani C burchak bilan ham teng deyilyapti. Bu ham 30 gradus bo'ladi. Endi uchburchakni bitta tashqi burchagi 60 gradus ekan. Unga qo'shni bo'lmagan boshqa ikkitasini yozsa, aynan shunga teng bo'lishi kerak. Ya'ni alfa bilan 30 gradusni qo'shishimiz 60 gradusga teng. Bundan alfaning o'zi 30 gradusliga kelib chiqadi. Ajoyib. Ikkinchi masala tenglamani barcha ildizlari yig'indisini toping deyilgan. Bizga ma'lumki x ning o'zi uning butun qismi bilan kasr qismining yig'indisiga teng bo'lar edi har doim. Mana shu x ning o'rniga butun va kasr qismlar yig'indisini qo'yadigan bo'lsak, bu yerda butun qism qo'shilgan, bitta kasr qism bu yoqda 4 ta bor, qo'shilganda 5 ta kasr qism bo'lib qoladi. Shularning yig'indisiga teng va 8 ga teng. Endi mana shu yerda 5 karra kasr qismdan butun son chiqishi kerak. Bu yerda aniq butun son chiqadi. Qo'shganimizda 8 bo'ladi. Shundagi sonlar. Kasr qismdan 5 ga ko'paytirganimizda butun son chiqish uchun birinchi o'rinda 1/5 hosil bo'lishi kerak. Ya'ni jingalak qavsda mana bu kasr qismimiz 1/5 bo'lishi kerak. 2/5 bo'lishi kerak. 3/5 bo'lishi kerak va 4/5 bo'lishi kerak. 5/5 bo'la olmaydi. 5/5 bo'lganda butun son bo'lib qoladi. Shu holatlarda 1/5 bo'lganda bu yerda kasr qism bilan 5 ko'paytirilganda 1 qoladi. U holda x imiz butun qismdan bu yerdan 7 chiqish kerak, ya'ni 7/5 dan 1 bo'ladi. 5 dan 2 bo'lish uchun bu yerda 2 qoladigan bo'lsa, mana bu yerdan 6 bo'lish kerak. U holda kasrimiz 6/5 dan 2 bo'lar ekan. 5 dan 3 bo'lish uchun bu yerda 3 qoladi. 3 ga 5 qo'shganimizda 8 chiqish kerak. Demak, x ni o'zi 5/5 dan 3ligida ham bo'lar ekan. Va nihoyat 5 dan 4 bo'lish uchun bu yerda 5 mahraj bilan qisqarib ketganda 4 butun qoladi. X imiz u holda 4/5 dan 4 bo'lar ekan. Mana shu 4 ta holat va yana bitta kasr qismi 0 ga teng bo'ladigan holat chiqadi, ya'ni x teng 8 ligida. Mana shu sonlarning barchasida tenglama mana bu holatga bajarilganda 8 ga tengligi kelib chiqadi. Ularni qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu 7/5 dan 1 bilan 4/5 dan 4 ni qo'shadigan bo'lsak 12 hosil bo'ladi. Bu yerda ham 12 hosil bo'ladi. Jami 4 talasini yig'indisidan 24 chiqadigan bo'lsa, 8 bilan 1 ga qo'shganimizda jami 32 hosil bo'ladi. D. Keyingi savolimiz, demak, n natural sonimiz 1 bilan 20 ni orasida ekan, qiymatlarni qabul qiladi deyapti-da. Shunda mana bu b9 kara 9 plus n soni tub son bo'ladigan nechta n natural qiymat mavjud deyilyapti. Bu sonni osonroq yechish uchun, mana shu misolni osonroq yechish uchun b ni chegarasini topib olamiz. 9 kara 9 81, n ni eng kichinasini qo'ysak, b ni eng kichik qiymati kelib chiqadi, ya'ni 82. 9 kara 9 81 ga 20 qo'shsak, 101 hosil bo'ladi b ni eng katta qiymati. Endi bu savolni tushunarliroq bo'lishi mana shunday kelib chiqadi. Mana shu oraliqda nechta tub son bor degan savol. N faqat naturallarni qabul qiladi. Demak, 82 dan 101 gacha bo'lgan tub sonlarni yozib chiqamiz. Eng kichigi 83. 85 5 ga bo'linadi, 87 3 ga bo'linadi. 89 bo'ladi keyingisi. 91 3 kara 13 kara 7 dan iborat.
93 3 ga bo'linadi, 95 5 ga bo'linadi, keyingisi 97 bo'ladi. Juftlarda bo'lmaydi. Va 101 ni o'zini ham qabul qiladi. Demak, 82 dan 101 gacha jami 4 ta tub son mavjud ekan. Demak, D javobini olsak bo'ladi. Bu yerda yana tushuntirish kiritamiz. Agar mana shu ifoda tub son bo'ladigan n ning qiymatlarini so'raganda, mana bu 81 ga necha qo'ysak 83 bo'ladi. N teng 2 ligida bo'lar edi birinchisi. Keyin 89 hosil bo'lish uchun n 8 ligida bo'ladi. 97 hosil bo'lish uchun n 16 ligida bo'ladi va 101 hosil bo'lish uchun n 20 ligida bo'ladi. Mana shu qiymatlarni qo'yganimizda mana bu b ni ifodasidan tub sonlar kelib chiqadi. Demak 4 ta. Keyingi misolimiz berilib turgan ikki xonali sonlar, mana bu x, y va y, x lar, ularning kvadratlarining ayirmasi 1089 ga teng ekan. Shunda bizda shu shartni qanoatlantiruvchi x va y ni ko'paytmasini toping deyilyapti. Berilib turgan sonlarni 10lik va 1likdagi yig'indi ko'rinishga o'tkazamiz. Ya'ni x bu yerda 10likda turgan bo'lsa, 10x qo'shilgan y deyishimiz mumkin ning kvadrati ayrilgan. Y x'imiz esa y 10likda turibdi, 10y qo'shilgan x ning kvadrati bo'ladi. 1089 imiz 33 ning kvadrati. Chap tomonni kvadratlar ayirmasiga ko'ra ikkita qavsga ajratishim mumkin. 10x qo'shilgan y qo'shilgan 10y qo'shilgan x. Ikkinchi qavsimda endi o'rtasi ayirma keladi. 10x qo'shilgan y ayrilgan 10y ayrilgan x bo'lib qoladi. Teng 11 kere 3 ning har birini kvadratiga. Chap tomonni soddalashtiramiz. 10 ta x bitta x jami 11x bo'ladi. Plus 11y bo'ladi. Shunda 11 ni qavsdan chiqarsak mana bu ko'rinishga keladi. Ko'paytirilgan ikkinchi qavsda 10 dona x dan bitta x ayrilsa 9 dona x hosil bo'ladi. Bitta y dan 10 ta y ayrilsa -9 ta. Shunda ular u yerdan ham -9 ni chiqarib yuborsam, 9 ni chiqarib yuborsam x minus y ko'rinishga keladi. Shunda 11 ning kvadrati ko'paytirilgan 9 bo'lib qoladi. Ikkala tomonda ham ko'paytmalar hosil bo'ldi. 9 ni qisqartirsam bo'ladi. Darajadagi bitta 11 ni kvadrati bo'lganligi uchun bitta 11 ni qisqartirdim. Bu yoqdan ham 11 ketdi. Shunda x qo'shilgan y bilan x ayrilgan y ning ko'paytmasi 11 ga tengligi hosil bo'ldi. Endi e'tibor beramiz, 11 tub son, x va y lar raqamlar edi. Bu yerda kasr hosil bo'lishining imkoni bo'lmaydi va manfiy son yo'q ikkala tomonda ham. Bu deganligi 11 ni 11 kere 1 deb olaman. Raqamlarning yig'indisi va ayirmasi 11 va 1 hosil bo'lishi x 6 ligida va y 5 ligida kelib chiqadi. Boshqa holatlarda kvadratlar ayirmasi, ya'ni bitta qo'shib bitta ayirib bo'lgan 11 ga teng bo'la olmaydi. Bizdan aynan shu x va y ni ko'paytmasi so'ralgan. Demak, x ko'paytirgan y imiz 30 ga teng ekan. Keyingi savolimiz: agar tenglamalar umumiy ildizga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlari ko'paytmasini toping deyilyapti. Birinchi tenglamadan, mana bu tenglamadan 6 ni o'ng tomonga o'tkazsak, ax teng bo'ladi 15 ga, ya'ni qo'shuv bo'lib o'tib ketsa. Bundan x ning o'zi 15 taqsim a liga kelib chiqadi. Ikkinchi tenglamada 10x ni chapga o'tkazsak, 15x teng a ga bo'ladi va 15 ni bo'lish tushirib yuborsak, x teng bo'ladi a taqsim 15 ga. Tenglamalarning ildizi umumiy deganligi ikkalasi teng ildizli deganligi va mana bu ifodasiga tenglasak bo'ladi deganligi. Demak, 15 taqsim a ni teng qilamiz a taqsim 15 ga. Bunda proporsiya ko'paytmadan a kvadratning 225 ligi kelib chiqadi. A haqida hech qanday shart qo'yilmagan, demak a teng bo'ladi plus minus 15 ga. Bizdan shu a ning ildizlari ko'paytmasini so'rayapti, ya'ni a larning ko'paytmasi. A 15 bo'lganda ham, minus 15 bo'lganda ham ikkala tenglamaning ildizlari teng chiqadi. Demak, ana shu 15 bilan minus 15 ni ko'paytirishimiz kerak. Natija minus 225 bo'ladi. 6-masalamiz x minus 3 ning 7-darajasini darajaga oshirganda kx kub hosil bo'ladi qaysidir bitta hadida. Shunda k ni toping deyilgan shart berilyapti.
Demak, qanday bajaramiz? Bu Newton binomi yoyilmasi bo'yicha, demak, SNK kerak bizga. S pastdagi n mana bu qavsning darajasi, ya'ni 7-daraja bo'lsa 7 olamiz pastga. Tepaga x bu yerda birinchi element. Demak, birinchi elementga 3-daraja, ikkinchi elementga 4-daraja olamiz. Ya'ni x ning 3-darajasi ikkinchi element -3 ning 4-darajasi bo'lishi kerak. Ana shunda ikkinchi elementning darajasini bu yoqqa SNK ni, ya'ni yuqorisiga k ni o'rniga olishimiz kerak, 4. Shu narsa k x ning kubiga teng ekan. X kublar o'z-o'zidan qisqarib ketsa, bizda k qoladi. K mana bu chap tomondagi ifodaga teng. Demak, 7/4 hisoblashimiz 7 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytirilgan 4 dan 7 dan 4 ayirmasini faktorial, ya'ni 3 faktorial qilamiz. Ko'paytirilgan -3 ning 4-darajasi bu 81 ga teng. Mana shu k ekan. 7 faktorialdan suratida 4 faktorial bilan qisqarganda 5, 6, 7 ni ko'paytmasi qoladi. Taqsim 4 faktorial qisqarib ketdi. 3 faktorialimiz 6 ga teng. Ko'paytirilgan 81. Demak, 6 qisqarib ketadi. 35 ga 81 qoladi. Musbat qiymatimiz, ya'ni 2835 hosil bo'ladi. Keyingi masalamiz x va y lar natural sonlar. Agar ular natural sonlar bo'ladigan bo'lsa, x ni qabul qiladigan qiymatlari yig'indisini toping degan shart berilyapti. Bu yerda ifodani hammasini 3xy ga ko'paytirib yuborsak, demak, ko'paytirib yuboramiz 3xy ga. Chap tomonda hosil bo'ladi, x qisqarib ketadigan bo'lsa 3y qo'shilgan 3x teng bo'ladi. O'ng tomonda 3 qisqarib ketsa faqat xy. Endi xy ni chapga o'tkazib yuboramiz ayirish qilib. Shunda 3y qo'shilgan 3x ayrilgan xy teng 0 ko'rinishiga keladi. Ifodada x va y larni aynan nechilarni qabul qila olishini topish uchun bizga mana bu uchalasidan shunday ko'paytiruvchi ajratishimiz kerakki, bir xil hosil bo'lishi kerak. Buning uchun bizga yana mana bu uchlarga karrali bo'lgan 9 kerak bo'ladi. 9 ni chap tomonga qo'shib ayirib yuborsak, 3y ayrilgan xy ni olib keldik, plus 3x, ya'ni o'rnini almashtirdik. 9 ayiraman va 9 qo'shib yuboraman. Natija 0 ga teng. Shunda mana bu yerda umumiy ko'paytiruvchi y ni qavsdan chiqarsak, 3 - x hosil bo'ladi, plus bu yerdan 3 ni qavsdan chiqarsak, x - 3 hosil bo'ladi. Plus 9 teng 0 ga. Ikkinchi qavsni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, y ko'paytirilgan 3 - x bo'ladi. O'rni almashganda qavsdan minus chiqqanda 3 ni oldi minus bo'lib qoladi. 3 - x ko'rinishiga keladi. Plus 9 0 ga teng. 3 - x ikkalasida ham bor. Demak, 3 - x ni qavsdan olib chiqib ketsak umumiy qilamiz. Birinchi ko'paytmadan faqat y qoladi, ikkinchisidan 3 qoladi. Plus 9 0 ga teng. Birinchi tenglikda 3 bilan x ni o'rnini almashtirsak, mana shu ikkala ko'paytmani oldiga minus chiqib qoladi. Ularni tenglikni ikkinchi tomoniga o'tkazib olishimiz mumkin. Shunda 9 teng x minus 3 y minus 3 degan ko'paytmaga erishamiz. Bu yerda shart berilgan x ham y ham natural deganligi uchun, demak bu yerda kasr sonlar chiqmaydi. Ikkalasida ham butun sonlar chiqadi, ko'paytmasi 9 bo'lishi kerak. Bu holda 9 ni ko'paytmasi 9 ga teng sonlar 1 kere 3 bor. Yo'q, 1 kere 9 bor, 3 kere 3 bor va 9 kere 1'lar bor. Birinchi mana bu qavsimiz 1 ga teng bo'lganda, ikkinchisi 9 bo'lishi kerak deganligi. Bunda x birimiz ayirma 1 ga teng bo'lishi uchun 4 kelib chiqadi. Bizdan faqat x ning qabul qiladigan qiymatlari yig'indisi so'ralgan. Y niki muhim emas. Ya'ni bu yerda agar y ni topmoqchi bo'lsak 12 bo'lishi kerak. Ikkinchi holat, birinchisi 3 bo'lganda, ikkinchisi 3 bo'lishi kerak deganligi. Bunda x ham y ham, demak x2 ni topyapmiz, 6 bo'ladi. Ikkalasi ham 6 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmadan 9 kelib chiqadi. Va uchinchi holat. Birinchi qavsimiz x - 3imiz 9 bo'lsa, ikkinchi qavsimiz 1 bo'lishi kerak. Bunda x'imiz 12 kelib chiqadi. Mana shu 3 ta holatda y ni shunga juftlari bor. Demak, ular ham xuddi shunaqangi ko'rinishda, faqat
o'rin almashadi. X 4'ligida y 12 bo'ladi. X 6'ligida y 6, X 12'ligida y 4 bo'ladi. Bizdan bularning yig'indisi so'ralgan. Natija 22 ga teng. Keyingi misolimiz olimpiada misoli ham hisoblanadi. Mana shu ko'rinishdagi misollarga bir qiziq qonuniyat bo'ladi. Hozir bu yerda 4 ga bo'lganda qoldiqni toping deganda, aslida qulay hisoblash uchun mana bu yoqda hammasini tarkibida 4 bor. Demak, u tomonni 4 ga bo'lganda qoldiq qolmaydi. Mana bu yerdan qoladigan qoldiqlarni hisoblasak bo'ldi. Demak, mana bu 1 kara 1 faktorialdan 1 kelib chiqadi. 2 kara 2 faktorialdan 4 kelib chiqadi. Plus 3 kara 3 faktorialdan 18 kelib chiqadi. 4 bo'linib ketadi. 1 bilan 18 ni qo'shadigan bo'lsak, 19 hosil bo'ladi. Demak, 19 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 qoldiq kelib chiqadi. S'ni olamiz. Endi yuqoridagi amalni savol shunga turdosh boshqacharoq ko'rinishda kelsa, aslida nechiligini hisoblang deyilgan bo'lsa, mana bu 1 ni 2 minus 1 deb olamiz, ko'paytirilgan 1 faktorial. Plus 2 ni 3 minus 2 deb olamiz. 3 minus 1 deb olamiz. Ko'paytirilgan 2 faktorial. Plus keyingi 3 ni 4 minus 1 deb olamiz. Ko'paytirilgan 3 faktorial. Plus va hokazo eng oxirgi 2021 ni mana buni 2022 ayrilgan 1 desak, tashqarida 2021 faktorial ko'paytma bo'ladi. Endi qavsni ochib 1 faktorialni ko'paytirsam, 1 faktorial 2 ga ko'paytirilsa, 2 faktorial hosil bo'ladi. Ayru 1 kara 1 faktorial 1 faktorialni o'ziga teng. Qo'shuv 2 faktorialni 3 ga ko'paytirsak 3 faktorial hosil bo'ladi. Ayrilgan 1 kara 2 faktorialga teng. 3 faktorial 4 ga ko'paytirilganda 4 faktorial hosil bo'ladi. 1 kara 3 faktorialni o'ziga teng. Plus va hokazo shu tartibda davom etadi va 2022 ni 2021 ga ko'paytirsak 2022 faktorial hosil bo'ladi. Ayrilgan 1 kara 2021 faktorial 2021 faktorialni o'ziga teng. Endi asosiy qonuniyat shu yerda ko'rinyapti. Mana bu 2 bilan bu 2 0 bo'lib ketadi. 3 bilan 3. Keyingisida 5 faktorial ayrilgan 4 faktorial. Mana bu 4 ham bu yoqdagi 4 bilan yo'q bo'lib ketadi. Va shunaqangi har birini oldingisi keyingini ikkinchisi bilan yo'q bo'lib borganda 2021 ham 0 bo'lib ketadi. Bundan oldingida qo'shilgan 2021 faktorial hosil bo'lgan oldinisida. Shunda hammasi 0 bo'lib ketganida, mana bungacha 0 bo'lib ketganda, oxirgi natijamiz 2022 faktorial ayrilgan 1 faktorialimiz mana bu 1 faktorial 1 ga teng bo'lib qoladi. Endi bunda qanday qoldiqli bo'lishni oxiri 4 ga bo'lganda qoldiqni hisoblaymiz deydigan bo'lsa, 2021 faktorialni hisoblaganimizda ko'paytmani oxirida bir nechta nollardan iborat ko'rinishga keladi. Endi mana shundan birni ayirib qo'yish, sonning oxirgi 2 raqami 99 ko'rinishga keladi va buni 4 ga bo'lganimizda 96 bo'linib 3 qoldiq qoladi. Har ikkala holatda ham shunaqa ko'rinishga keladi. Demak, sizlar javob olamiz.